Assalomu alaykum hammaga. Mani intizorlik bilan raskladlarimni kutayotganlarga ozgina uzurimni so'rayman. Yangi kolода, yangi kartalardan obzor qilib bermoqchi edim. Ozginadan shu kolleksiyamni ko'paytirishga harakatini qilyapman. Xudo xohlasa bulardan ham shifoli ochirimlar, qiziqarli mavzularda ko'ramiz. Birinchi buni ko'ramiz. Moё Таро. Колода для современной zamonaviy taroga yaqinroq. Menda zamonaviy tarolardan bor. Shunga yaqinroq. Qani ko'ramiz, qanaqa qiziqarli joylari bor ekan. Так, bu MBK'si. MBK şu oddiy правленец, так, колесница. No, ko'ramiz. Bu menimcha zamonaviy izoh. Kartalar ozgina nozikroq. No, ko'ramiz qanaqa ishlaydi. Шут. Искатель, изловчий, маг, всемогущий, жрица, ведающая, императрица, берегиня, император, управленец, yani boshqaruvchi, иерофант, учитель, влюбленный, выбор сердцем. Lekin izoh to'g'ri-da, chunki влюбленный kartasida bizga tanlov kartasini bildiradi, klassический taroga nisbatan. Bu yerda выбор сердцем, ya'ni qalb bilan, yurak bilan tanlov. Колесница, движение, harakat, lekin bir-biriga to'g'ri izoh berilgan. Справедливость, правосудие. Отшельник, проводник. Проводник, ya'ni ma'nosi buni ma'nosi проводник, bilim o'rgatuvchi, bilimni yetkazuvchi ma'nosini ko'proq beradi. Колесо фортуны, поток. Iz keluvchi voqea, hodisa, nimadirlar. Sila, stержень, iroda bildiradi. Sila kartasi, iroda. Qanchalik kuchidan qo'rqmasin, irodasi ichidagi qo'rquvni yengib, bundan ham qo'rqmas darajada bo'ladi. Повешенный, иной взгляд, ya'ni boshqa dunyo qarash. Так, смерть, transformatsiya, o'zgarish, hayotingizdagi o'zgarishlar. Умеренность, замедление, ya'ni sekinlik. Diyavol, искушение, mana qarang, igraman odamda chindan diyavol kartasi igraman odamlarga yoki зависимый, nimagadir bukkasidan ketgan odamlarga aytiladi. Bashня, крушение, vayron bo'lishi, xonadoni vayron bo'lishi, undan kutilmaganda chiqib ketishi, kutilmagan hodisa. Bashня o'zi aslida kutilmagan hodisa. Shu ma'noni bildiradi. Так, звезда, исполнение. Orzular amalga oshishi, luna, страхи. Lekin menga qiziqarli. Agar oddiy bir hayotimda nima bo'lyapti, shu ishlarimni ko'ring deb menga yuzlanadigan odamlarga nisbatan agar ko'radigan bo'lsak, cho'tki ответ bera oladi-da bu kartalar. Mana menga yoqdi. No, bitta narsani aytmoqchiman shu joyida. Men o'tgan oy Venetsanskaya taro zakaz qilgan edim. Juda ham yaxshi, masalan, barxitni shunaqa
g'ilofda keldi. Judayam chiroyli materialda. Kartalarni ham sifati yomon emas. Necha pul deb o'ylaysizlar? Buni narxi qariyb 600 ming so'm. Lekin menga borku illyustratsiyasi unchalik yoqmadi. Birinchidan odamlarning o'zi maskada. Tushunarsizda, влюблённый ham qayoqda, ham tanlov bo'lishi kerak. Tushunarsiz. Menga bu kartalar deyarli ishlamadim ham desam ham bo'ladi. Солнце, pash jezlovga o'xshaydi. Kolesnitsa. Balki bu faqat Venetsiya shahri faqat suvda bo'lgani uchun shuni vibe'dami? Balki qachondir energiyam o'zgarib, yana shu kartalarga ishqiboz bo'lib qolishim mumkin. Deyarli yomon emas, lekin nimagadir energiyasi, hamma kartalar ham menga energiyasi bilan to'g'ri kelmaydi. Qaysidir kartalar bor, juda charchatib qo'yadi-da. Lekin bir kunda masalan biz rasklad ko'p qilamiz-ku. Mana bu tipdagi, shu ko'rinishdagi kartalar bizga juda ham zo'r qo'l keladi-da. Солнце, свет, yorug'lik, страшный суд. Chig'iriqdan o'tkazib saralash, separatsiya, saralash degani. Mir, erkinlik, svoboda, tanlov erkinligi, qalbingiz erkinligi, tuз kubkov, emotsiyalar haqida shunaqa wow deydigan, masalan biz shu kun botishiga yo tong otishiga qarab emotsiya olamiz-ku. Двойка kubkov, bu ham ajoyib karta. Ajoyib. Troyka kubkov, dugonalar bilan uchrashuv, поддержка, ya'ni emotsiyani bir-biriga bog'lanishi. Четверка kubkov, lekin juda ham toska, ya'ni qanaqadir sog'inch deydimi, zerikish ma'nosini bildiradi. Пятерка kubkov, кризис. Шестерка kubkov, nostalgiya. Nostalgiya, ya'ni yaqinlari bilan yaxshi emotsiyada bo'lish. Семерка kubkov. Семерка kubkov, ko'p orzularda bo'lamiz-ku. Розовые очки. Под воздействием розовые очки deydi. Ya'ni ochkilaringni olgin, keyin dunyoni haqiqiyligini ko'rasan deydigan kinolarda ko'p izohlarni ko'ramiz. Восьмерка kubkov, уход. Ketish, tark etish. Qanaqadir zo'r bo'lishidan qat'iy nazar. Lekin juda ham zo'r. Десятка kubkov, oila kartasi, семья. Девятка kubkov, изобилие. Men удовольствие deb yozgan bo'lardim. Chunki удовольствияni bildiradi-da, hayotdan rohatlanish. Pash kubkov, известие, yaxshi yangilik. Ritsar kubkov, свидание, чувствительность. Да, чувствительный ayollarga королева kubkov chiqadi. Король kubkov, благодатель, yaxshilik tiluvchi. Туз пентаклей, перспектива. Двойка пентаклей, баланс. O'shanda bir-birini поддержка qilish. O'zi aslida klassika ma'nosida keladigan bo'lsa, o'tdan ham energiya olish degani. Ikki tomonlama birgalikda ushlab turish, lekin ikkovi ham bir-biriga как energiyasi bog'lanib turibdi, bir-birini поддержка qilib turibdi. Тройка пентаклей, реальный труд. Да, chindan harakat, mehnat ma'nosini bildiradi. Четверка пентаклей, жадность, qizg'onchilik, rostdan. Chiroyli izoh berilgan. Пятерка пентаклей, кризис. Шестерка пентаклей, ностальгия. Bu ham nostalgiya, возврат долгов deb nomlagan bo'lardim. Шестерка пентаклей, mehnatiga yarasha pul olyapti. Bu ham
mehnatini ko'rib taqdirlayapti. Deyarli klassический shu kartalarga izohi yaqinroq. Семерка pentakli не спешим. Ya'ni kutish kerak, qilgan mehnatingizni kutsangizgina yaxshi mevasini olasiz degani. Восьмерка pentakli master, o'z ishini ustasi. Devatka pentakli pir, ya'ni mazza qilamiz-ayu, удовольствие. Mana shu devatka kubkov bilan devatka pentakli kartasini ma'nosi bir-biriga almashib qolgan. Lekin pir bir-biriga yaqin ma'nosi. Десятка pentakli благополучие, ya'ni baraka. Благополучие, baraka. Паш пентакли студент. Рыцарь пентакли завоеватель. Королева пентакли управляющий, ona qarang. Король пентакли властелин. Туз мечей, решительность, to'g'ri qaror qabul qilish. Двойка мечей, kompromiss. Ya'ni bir-biriga bo'ysunish, kompromiss. Bir-birini eshitish kerak, qaysidir joyiga bir-biriga ustupать qilish kerak, bo'ysunish kerak degan ma'noni bildiradi bu karta. Тройка мечей, разбитое сердце. Четверка мечей, застой, hech narsaga xohish yo'q, harakat yo'q holat. Пятерка мечей, destruktivность, ya'ni psixический unaqa jahl bilan yuradigan holat. Шестерка mechey, mana переход. Переход ya'ni o'zgarish. Семерка mechey, обман. Yolg'on. Mana qarang, o'g'irlayapti kissasidan. Обман, ehtiyot bo'lish kerak. Так, восьмерка mechey, ограничение. Devatka deyarli qanaqadir bir-biriga yaqin. Devatka mechey, тяжесть, qiyinchilik. Menimcha endi xuddi shu qiz, qaranglar, chiroyli lekin ko'rsatilgan. Qo'rquv, ограничение, qo'rqadi. Hozir xuddiki boshqa pichoq yo biron bir tanasiga tushadigandek qo'rquv, rosa ham klassikaga yaqin. Klassический восьмерка mecheyda ham xuddi shunaqa qo'rquvdagi qiz bo'ladi. Devatka mechey, bu qo'rquv degandan keyin jarohat olganim. Devatka mechey, так, десятка mechey, опустошение, bo'shliq. Уже bo'ldi, bu o'yin tugadi degani-da. Десятка mecheyda уже bo'ldi, tugadi. Paj mechey, бдительность, ehtiyotkorlik. Ritsar mechey, стремительность, harakat, oldinga qarab harakat qilish. Koroleva mechey, hladnokroviye, sovuqqonlik, chindan sovuqqon ayolda izohi bor bu kartada. Korol mechey, cho'tkist, aniqlik. Xirurg, shu operatsion stolda aniqlik. Agar qanaqadir xato qilsa, bir insonni hayotiga zolim bo'lishi haqida juda ham zo'r izoh qo'yilgan. Туз жезлов, инициатива. Так, пятерка жезлов, kishini o'rtasidagi tortishuv. Шестерка жезлов, успех. Восьмерка жезлов, скорость, tezlik. Lekin juda ham zo'r, menga yoqdi bu kartalar. Koroleva jezlov. Ikkita qo'shimcha anaqasi bor ekan. Kartalari bor. Безусловная любовь, принятие, ya'ni qanaqa ko'rinishdan qat'iy nazar o'zini shundoqlikcha qabul qilish, yaxshi ko'rish, и strah. Ikkita karta MBK qo'shimcha. Orakulda ham aytdim-ku, juda ham zo'r. Rubashkasi ham yomon emas. O'zini pulini oqlaydigan kartalar bo'pti. Ana endi qiziqarlisiga o'tamiz. Hozir buni ham ochib ko'raman.
Buni keyin bunaqasi ham bor. Hamma saytlardan topsa bo'ladigan открыткasi, lekin buni qaranglar, qanaqa ajoyib. Da shut rubashkasi. Hozir buni ham ochib ko'ring. Qani ketdi ajoyib va g'aroyib kartalardan ko'ramiz. Matoviy versiyasi bor ekan va glyansoviy. Menda ko'proq glyansoviy bu rasmlarga xos deb hisobladim. Shut emotsiyasini qaranglar. Mag Jritsa chiroyli ekanlik. Imperator, Erfant, Влюбленные. Ko'rsatingizlar ham. Ana endi chiroyliroq ko'rsatyapti. Так, Влюбленные, Колесница. Sila kartasini qaranglar. Отшельник. Колесо фортуны. Shaytoncha va farishta. Справедливость ham chiroyli ekan. Повешенный. Lekin mili kartalar ekan, shunaqa kayfiyatni ko'taruvchi. Смерть, умеренность. Diyabl. Bemalol zo'r raskladlar qilsak bo'ladi, chunki hech qanaqa ortiqcha g'alati rasmlar yo'q. Ba'zi kartalar shunaqa ajoyib bo'ladi, lekin YouTube kanaliga qo'yib bo'lmaydi-da bularni. Luna, Солнце, суд, мир. Туз жезлов, факел. Так, двойка жезлов. Классика хос, четверка жезлов. Пятерка жезлов. Девятка жезлов. Qiyinchiligidan o'ta olishi. Десятка жезлов. Король. Туз кубков. Двойка кубков ajoyib ekan. Тройка кубков, четверка. Пятерка кубков. Farzandlar, erin va ayol desak oila kartasi, koroleva kubkov. Туз мечей. Тройка мечей. Judayam zo'r. Haqiqatga yaqinroq-da. Rostdan. Пятерка мечей. Семерка мечей, восьмерка мечей. Десятка мечей. Пентакли. Xudo xohlasa bulardan ham yaxshi ochuromlar boshlaymiz ham. Tak, ritualni Taro любви. Faqat sevgi, muhabbat to'g'risida ko'proq bu safar illyustratsiyaligidan oldim. Buni ham ochib
ko'ramiz. Yana bitta kartam qolib ketdi pochtada. Uni ham obzorini u Arakul. Pochtadan olaman. Xudo xohlasa uni ham sizlarga albatta obzor qilib beraman. Ochilishi sal qiyinroq, MBK'si zo'r. Уже настроенияni ko'taradigan kartalarda. Lekin nimagadir mak bo'ldi, shut bo'lishi kerak. MBK'si ham shunaqa katta. Buni ham xudo xohlasa. Что это ритуалы с картами Таро? Что это такое? Zo'r yozilgan. Ko'ramiz-da, qo'shimcha rasklad. Qanaqa rasklad qilish kerakligi ham ko'rsatilgan. Tak, mak kartasi, lekin nimaga yo bu tamikan. Nimaga buni anaqasi yo'q. Shut yo'q. Shut kartasi. Колесо фортуны, сила. Ну, hammasi rituallar Таро любви, faqat sevgiga xos. Tak, ko'ramiz. Shut mana bor ekan. Chunki agar Taroda bitta karta ham kam chiqsa yoki bo'lmasa ular ishlamaydi-da. Bo'ldi, qo'ynim xotirjam bo'ldim. Двойка посохов. Hammasi yurakchalik izobrajeniyasi bor. Пятерка посохов. Jezlov deganida. Yaxshi vibe beradi bu ham. Chuqur munosabatlarga masalan ko'radigan bo'lsak bo'ladi bularga. Десятка кубков oila kartasi. Da, ajoyib ko'rinishi. Двойка мечей, тройка мечей. Ну, bu ham yoqdi. Yaxshi kartalar, yomon emas. Men aytdim-ku, ba'zi kartalarda palon pulga olasiz, lekin siz bilan qanaqadir energiyasi tushmaydi. Tushmaydi-da. Mana bu. Bu bor va mana bu qoldi hozir. Bularni ham ko'ramiz. Buni Alaya Roza deganisi ham bor. Atirguli. Polniy atirguli. Lekin bu Rozani o'zi, legenda Roza kartasi. Tak, MBK'si yo'q ekan, lekin skaner qilib buni illyustratsiyasi, srezi bor ekan. Bu ham anchagina qimmatga tushdi menga. Lekin sizlar uchun men qizg'onmayman. Qizg'onmayman rosa ham. Туз жезлов, двойка жезлов. Srezi bunaqa metallichskiy bo'lganlarda bilasizmi, ko'proq bir-biriga yopishib qolish odati bor-da. Ularni bitta-bitta ajratish kerak bo'ladi. Katta arkanlar bodga qolib ketgan ekan. Tak. Yaxshi bu ham. Xarakterli. Xarakterli. Emotsiyasini ham, ichki emotsiyasini ham ko'rsatuvchi, lekin kartalarda
Kardon qanaqadir boshqacharoq. Menda bunaqa yo'q kolleksiyamda. O'zimni va sizlarni xursand qilay dedim. Pajezov. Chiroyli ekaniki. Dvoyka kubkov. Тройка kubkov. Katta arkanlari qanaqa ekan buni. Bitta mana shut. Chiroyli. Shut mak, boshqaruvchi, jritsa. Imperatrica, imperator. Erfant. Ham klassika, srednevековый, o'rta asrlarda ham vibe'ini berar ekan. Da, xuddi bir kinolardagidek vibe'ni beradi. Sila, kolesnitsa, lekin bitta bilan tahlil chiqishimga to'g'ri keladi. Справедливость, повешенный. Смерть. Умеренность. Дьявол. Дьявol zo'r ekan. Так. Va солнце. Солнце ham sud va mir kartasi. Qolganlarini xudo xohlasa bularni ham tezroq o'rganib chiqishga harakat qilaman. Tak. Buni korobkada emas, shunaqa ajoyib g'ilofda ekan, lekin juda ham zo'r, качественный g'ilof. Shunaqa специальный sotilgan, qilingan, открыткasi bor. Выбирай душой, выбирай сердцем, qalbing bilan tanlov qil. Tak. Bunda raskladlar, skaneri va qani bismillah qanaqa kartalar ko'ramiz. Bu ham romantichеское таро nomi. Da. Romantichеское таро deb nomlanadi. Dыхание любви. Sevgi nafasi. Sevgi nafasi deyilgan. Durak, mag, Верховная жрица. Kamerani imperator. Kardoni yaxshi, lekin sal anaqa akvarel deyiladimi? Buni nomi, chizmasini nomi akvarel deyiladi shekilli. Колесница, сила. Колесо фортуны, справедливость kartasi.